Alloh taolo Qur'oni Karimda va alallazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin dedi. Ro'zani tutishlikka qodir bo'lmaydiganlar ularni gardanida miskin taomicha fidya bor dedi. Ya'ni ular kimlar? O'tda qarib qolgan odamlar, chol kampirlar. Ular shu ozgina ovqat bilan turadi. Hozir gapirsangiz hali esidan chiqib qoladi. Shunaqangi bir qari yoshga yetgan, masalan, ko'proq bu 80 ni tepasida bo'ladi-da endi. Shunaqangi odamlar ko'proq 80 ni tepasida topiladi, toliqib qoladi. Lekin Alloh ofiyat bersa, yoshligidan chiniqqan bo'lsa, biz momolarimizni ko'rdik. 90 ga kirganda ham tutdi-da. Biz ko'rdik shularni. Endi mabodo o'sha qariligi tufayli tutolmayotgan bo'lsa, endi u qaytib yosharmaydi-da. Shuning uchun u odam fidya beradi. Har bir tutmagan uchun bitadan miskin taomicha fidya chiqarib beradi. Ana yana kimlar fidya beradi desa, shunday kasallarki, endi uni kasali ziyoda bo'lishligi ehtimoli bor, lekin tuzalishligi ehtimoli yo'q. Ya'ni shunday tashxis qo'yilgan unga. Masalan, sahri juda yuqori yuradigan odamlar bor. Bular yoki bo'lmasam o'sha haligi Alloh ofiyat bersin, rak kasali borlar, saraton kasali borlar, shunga o'xshaganlar nima qiladi? Ular ham tutmagan kunlari uchun fidya berib boradi. Ana endi eng ko'p so'raladigan savollardan bittasi, xo'p, mayli o'sha qariganligi tufayli yoki kasali og'ir bo'lganligi tufayli tutmayotgan o'sha kishilar fidyani har kuni berishlik kerakmi yoki hammasini bitta qilib bersa ham bo'ladimi degan savol ko'p beriladi. Buni ulamolarimiz har ikkisi joiz deganlar. Xohlasa har kunlik tutmaganligi uchun fidya berib borsin, bitadan miskinni taomicha. Endi bu o'sha fidyani miqdori qancha bo'ladi desa, fuqaho ulamolarimiz kal fitri deganlar. Xuddi fitr sadaqa kabi deganlar. Fitr sadaqa qanday bo'lsa, shunday beriladi. Mana masalan, fitr sadaqasi bug'doy o'lchami bilan 50 so'm, un o'lchami bilan 80 so'm, arpa o'lchami bilan 90 so'm, mayiz o'lchami bilan 750 so'm, xurmo o'lchami bilan 900 so'm bo'lar ekan. Mana masalan, bir odam qarib qolgan, faqat pensiyasiga qarab qolgan. Endi bu odamlar o'sha yengilroq un o'lchami bilan yo arpa yo bug'doy o'lchami bilan bitadan miskinni taomicha fidya chiqarib boraveradi. Ana endi kimlardir har kuni 10 minglagan pul topadiganlar, 100 minglagan pul topadiganlar, biznesmenlar ham bor. Alloh unga boylikni bergan, lekin unga ofiyatni bermagan. Nima qiladi? Ana ular endi masalan kuniga 10 ming, 20 ming pul topib turgan odam 50 so'm arpa o'lchami bilan fidya bermaydi-da, to'g'rimi? Unday odamlar sal ko'proq, masalan mayiz o'lchami bilan yoki xurmo o'lchami bilan bersalar, bu o'zlari uchun yaxshiroq. Faman tatawwa khayran fa huwa khayrullah. Kim ziyoda qilsa, o'ziga yaxshi.